Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Toshkent shahridagi Bolalar milliy tibbiyot markazidamiz. Demak, bugun bolalarda operatsiyalar amalga oshiramiz. Rejada ikkita operatsiyamiz bor. Ikkalasi ham 6-7 yoshli o'g'il bolalar. Birinchi bemorimizda o'ziga xos bo'lgan patologiya kuzatilgan. Shu vaqtda ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana bu passijal suyagi. Passijal suyagi normal anatomiyasida passijal suyagining ikkita o'sig'i bo'ladi. Bo'g'im o'sig'i hamda tojsimon o'sig'i. Bu chap tomon passijal, bu ya'ni normal anatomiya. O'ng tomonni ko'ramiz. O'ng tomonni ko'rganimizda mana shu o'sig'lar ikkita emas, balki 3 ta bo'lib qolganligini ko'ryapmiz. Ya'ni bu bemorimizda passijal suyagi singan, shu sinish hisobida bu yerda ikkita normal o'sig'ning o'rtasida suyak chandig'i hosil bo'lyapti hamda yolg'on 3-bo'g'imni hosil qilyapti. Aynan shu hosil bo'lgan suyakli chandiq shu bolachamizni og'zi ochilmasligiga sabab bo'lgan. Bugun rejada shu noto'g'ri hosil bo'lgan patologik 3-o'sig'ni suyakli chandiqlanishini bartaraf etamiz hamda bolachamizni og'zini ochamiz. Hamda bu chandiqlanish bolani yana bezovta qilmasligi, chandiqlanish qaytalanib yana bolani og'zi ochilib qolmasligini ta'minlash maqsadida operatsiya tayyorgarlik davrida individual implant yasaganmiz. Shu implantni qo'yib chiqamiz. Operatsiya o'yinlarini lavhalab qo'yamiz. Bizdan kuzatib boring.